O'zbekiston 2030 strategiyasida ta'lim tizimi xodimlarining malakasini oshirish hamda ta'lim jarayoni ishtirokchilarini psixologik qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Mazkur vazifalar ijrosi doirasida ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markazi tomonidan hamkor tashkilotlar bilan birgalikda seminar tashkil etildi. Seminar tafsilotlari dastlabki lavhamizda. Yanvar oyida boshlangan o'quv mashg'ulotlari yakunlanib, shu munosabat bilan tashkil etilgan seminarda tayyorlangan trener-psixologlar uchun kelgusidagi vazifalar va metodik yondashuvlar belgilab berildi. Tadbir Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi hamda Kasbiy ta'lim agentligi hamkorligida tashkil etildi. Seminar avvalida soha rahbarlari ishtirokchilarga istiqbolli rejalar haqida ma'lumot berdi. Bu shunchaki umumiy fikrlar emas, balki aniq statistik ko'rsatkichlar va puxta ishlab chiqilgan yo'l xaritasiga asoslangan rejalardir. Psixologlarning kasbiy kompetensiyalarini oshirish, ularni metodik qo'llab-quvvatlash maqsadida biz bir necha bor seminarlar tashkil qildik. 2025-yil avgust oylarida esa umumiy o'rta ta'lim maktablarining psixologlari uchun 18 soatlik maxsus o'quv kurs asosida ularning malakasini oshirdik. Noyabr oyida esa maktabgacha ta'lim tashkilotlari psixologlarini 26 soatga mo'ljallangan o'quv reja dastur asosida ularning malakasini oshirdik. O'quv jarayonlari davomida jami 848 nafar trener psixolog tayyorlandi. Shundan 398 nafari maktabgacha ta'lim tashkilotlari, 421 nafari umumiy o'rta ta'lim muassasalari hamda 29 nafari kasbiy ta'lim tizimi psixologlaridir. Endilikda ushbu mutaxassislar o'z bilim va tajribalarini kaskad usul orqali kengaytirishadi. Ya'ni bilimlar respublika bosqichidan boshlab viloyat, tuman va eng chekka ta'lim muassasalarigacha bosqichma-bosqich yetkaziladi. Bugungi kundagi o'quvchi yoshlar ruhiyatida bo'layotgan o'zgarishlar ularning ruhiyati bilan ishlaydigan mutaxassislardan ham yangicha izlanishni talab etadi va go'yoki bu jarayonlar raqobat maydonini yuzaga keltiradi. Kim bola tilini, o'quvchi tilini yaxshi tushuna olsa, o'quvchi o'shaniki hisoblanadi. Shu sababli ham mazkur malaka oshirish kurslarida o'quvchi yoshlar uchun imkon qadar ilgarilar maktab psixologlariga deyarli taqdim etilmagan ma'lumotlar asosida trening mashg'ulotlari tashkil etildi. Fikrlash qobiliyati qaysi yoshdan boshlanib, qaysi yoshga qadar davom etadi. Mana shu davom etish jarayonida o'quvchilarga yosh xususiyatlardan kelib chiqib, qanaqa yondashuvlar amalga oshiriladi degan savollarga javob berib o'tildi. Mazkur tashabbus doirasida ta'lim tizimidagi psixologlarni bosqichma-bosqich qamrab olish rejalashtirilgan. Xususan, maktabgacha ta'lim tizimida 3000 dan ortiq, umumiy o'rta ta'limda 11000 dan ziyod hamda kasbiy ta'lim tizimida 800 dan ortiq psixologlarning o'quv jarayonlariga jalb etilishi kutilmoqda.